Assalomu alaykum opalarim, singillarim, sizlarga zo'r joy topib qo'ydim-da. Qayerda deysizmi? Naq Farg'ona shahar. Shahar hokimiyat 14 qavatli binoning birinchi qismi hamda sokil qismida katta 160 kvadrat metrli joyimiz sotilyapti. Tayyor ishlab turgan joy. Holati yaxshi. Kirganda chap qo'lda o'tirish zonasi sizni kutib oladi. Hamda o'ng qo'lda qo'l yuvish xonasi. Jihozlari hammasi qoladi, kelishgan holatda. Kiramiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi hamda oltinchi skriptlarimiz bor. Endi bu alohida xonamizga gap yo'q. Endi kelasi maytda bosh yuvadigan joylarimiz bor. Sveti, suvi, gazdan vobshe muammo yo'q-da, opaxonim. Endi bu hojatxonada. Hojatxona ham yirtmami? Kirganda chap qo'lda katta qizlar xonasi. Xonasiga gap yo'q. Endi bitta o'zini kiydim, netib, chiroyli holatda bo'yanadigan joy ekan. Endi buni podval qismida ham joylarimiz bor. Endi kiramiz, sekin ma'lumot beramiz-da, opagina. Bir ko'rib qo'yingchi. Yo'qsa olib qo'yasizmi deyman-da. Bilasiz, salonchilarda hozir simidan bo'lyapti. Kirganda katta xona bor. Endi bir massaj xonasi. Kelasiz, qo'lda hunar bo'lsa, massajni xotirjam qilasiz. Soqqani shaqqalatib oladigan joyda. Endi bu tihoy kabinamiz. Endi bunisi kitayskiy massaj. Asabiy ayollarga bemalol massaj qilib, mana shu yerda chiqib ketadigan joyimiz bor ekan. Endi bu pul so'nagan joyimiz. Bu birinchi xona endi. Har bitta mijozimizni alohida kabin bizni kutib oladi. Ikkinchi xona, uchinchi xona hamda to'rtinchi xonamiz bor ekan. Farg'ona shahar hokimiyatida bo'lyapti. Birinchi qavatda 160 kvadratli barcha jihoz bilan joyimiz sotilyapti. Narxini $135 ming, ozmas kamroq. Pastga nomor qo'yaman. Barakaga. Salomat